Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana efirda men Muhiddin Zaynobiddin Somdin sizlar bilan. Xullas yana reklama. Bugungi reklamamiz uyga asfalt bosish. Xullas asfalt bosish. Puli qancha, necha kvadratga yetadi, necha tonna, shularni hammasini bilib olasizlar va xullas o'rtoqlar, mana asfalt. Mana asfalt bosishyapti. Xullas o'rtoqlar, mana asfalt bosish. Asfalt bosishning rasxodlari 10 tonnasi 100 kvadrat metrga yetar ekan. Xullas mana mashakka bosilyapti. Bu yerga qancha asfalt olib kelgansizlar? 12 tonna olib kelgan bo'lsanglar, necha kvadrat? 130 kvadratga hozir 12 tonna asfalt bosilyapti ekan. Eng kamida 5 sm asfalt Xo'jaoboddan kelyaptimi? Xo'jaoboddan eng toza mahsulotlarni olib kelib bosishyapti ekan. Mana katoyda yurgiz beradi, tekizlash beradi. Mana katta apparati. Mana shunda mustahkam qilib bosishni beradi. Xullas joylarga qarab 10 tonnasi bo'lsa 100 kvadratga yetar ekan. Endi u yog'i o'lchab olib kelib beradi. Mabodo yeringlar tekiz bo'lmasa, sheben olib kelib tekizlab ham beradi, faqat uni puli alohida. Lekin sheben to'ytirib bersanglar tekizlab bu yog'ini bosib beradi. Endi puliga kelsak, 1 kvadrat metri 65 mingdan 75 ming. Texnika hamma yo'g'i o'zlaridan. Sizlardan pul sanash va tushlik qilib berish, obed qilib berish. Qolgan hamma texnikasi, aravasi-yu, katogi-yu, lopatkalarigacha o'sha asfalt bosuvchilarning o'zlaridan. 5 sm qalinligi. Xullas o'rtoqlar, mana asfalt bosish ishlarini ko'rdinglar. Yana bir bor aytib ketamiz. Asfalt bosish qanchaga tushadi? Asfalt o'zi 10 tonnasi 100 kvadrat metrga yetar ekan. Hamma texnikasi asfalt bosuvchilarning o'zidan, hatto lopatkasigacha. Faqat sizlardan pul sanash, tushligini qilib berish.
1 kvadrat metri 65 mingdan 75 minggacha ekan. Endi uzoq yaqinligini hisobiga olib, texnikasi ham o'zlaridan, hamma yo'q o'zlaridan olib kelib bosish, faqat sizlardan pul sanab berish. Xo'jaoboddan olib kelib bosib beradi. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Qolgan ma'lumotlarni shu telefon orqali bilib olasizlar. Endi garantiyasiga keladigan bo'lsak, asfalt 1 yilga garantiya berar ekan. Zavod 1 yilga asfalt garantiya berar ekan, ko'chib ketmasligi uchun. Menimcha asfalt yaxshi. Ko'chmasa kerak.